Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturida ishlashni keyingi videomizda taqdim qilamiz. Bugun ayrim planimetrik masalalarni GeoGebra dasturida geometriya muhitida ishlash muhitida yechishni ko'ramiz. Uning uchun bizga GeoGebra dasturining geometriya ishlash muhiti oynasi kerak bo'ladi. U mana shu ko'rinishda. Dastlab o'zi kateglar ko'rinmagan holatda bo'ladi. Siz kateglarni ochib olishingiz mumkin bo'ladi. Men buni maslahat beraman, doim kateglarni ochib ishlashga. Kateglar bilan ishlaganda nuqtalarni qo'yayotganingizda, dastur qo'yayotganingizda imkoniyati yaxshi bo'ladi. Ya'ni siz xohlagan nuqtaga qo'yishda dastur avtomatik ravishda sizga o'zi vizual tarzda yordam berib ketadi o'zi aslida. Xo'p, keling masalani bitta geometrik masalani, planimetrik masalani bir ko'rib chiqamiz. Masalaning shartini aytib o'taman. Birinchi kvadratning diagonali ikkinchi kvadratning tomoniga teng. Ikkinchi kvadratning diagonali uchinchi kvadratning tomoniga teng bo'lsa, uchinchi va birinchi kvadratning perimetrlari nisbatini toping. Yana qaytarib o'taman. Birinchi kvadratning diagonali ikkinchi kvadratning tomoniga teng. Ikkinchi kvadratning diagonali uchinchi kvadratning tomoniga teng bo'lsa, uchinchi va birinchi kvadratning perimetrlari nisbatini toping. Qulay va tez tarzda GeoGebra dasturida buni ishlashni ko'ramiz. Dastlab buni vizual tarzda yechishni ko'ramiz. Ya'ni rasm ko'rinishida uni javobi sразу ko'ringanda ishlab ko'ramiz va keyingisi uni qanday tarzda analitik ko'rinishda ishlash holatini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi kvadrat chizamiz. Buning uchun muntazam ko'pburchak instrumentini ishlatamiz. Hop. Aytaylik, bir to'r birlikda olamiz. Tomonlari uchlari nechta bo'lsin? Tomonlari uchlari 4 ta bo'lsin. Mana. Endi birinchi kvadratimizning diagonali mana bu kesma. AC yoki CA kesma. Men yana muntazam ko'pburchakda olamanda shu keyingi kvadratning tomoni deb ko'rsataman. Yana kvadrat 4 ta bo'lsin degan shart qo'yaman. Mana birinchi kvadratning diagonali ikkinchi kvadratning tomoniga tengligi ko'rindi. Endi ikkinchi kvadratning diagonali, ya'ni CY kesma boshqa bir kvadratning tomoniga teng bo'lsa, mana. Keling buni ko'rinishlarini boshqa ranglarda ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Masalan, birinchi kvadratni qaysi rang olaylik? Birinchi kvadratni qizil rangda bo'lsin. Sozlamalar. Yo'q. Ko'rinishda algebrani ochamiz. Birinchi ko'pirchigimizda sozlamalar punktida rangini qizil ko'ramiz. Mana oldi. Endi ikkinchi ko'pirchigimiz. Ikkinchi ko'pirchigimizni keling ko'k rangda ajratib qo'yaylik. Mana. Endi uchinchi katta kvadratimizning rangini aytaylik yashil ko'rinishda belgilashimiz mumkin bo'ladi. Buni tasavvur qilish uchun bu juda qulay. Hop, masalaning shartiga qaytamiz. Birinchi kvadratning tomoni diagonali, birinchi kvadratning diagonali ikkinchi kvadratning tomoniga teng. Ikkinchi kvadratning diagonali uchinchi kvadratning tomoniga teng bo'lsa,
uchinchi kvadratning perimetrini birinchi kvadratning perimetriga nisbatini toping. Nimaga katakchalar bilan ishlashni maslahat berardim? Mana bu yerda kataklarning sonidan ham o'zi aslida yechim mavjud. Agar biz mana bu yerda 4 santimetr yo bir 4 shartli birlik deb oladigan bo'lsak, mana 4 bo'lib, birinchi kvadratning perimetri 16 shartli birlikka teng bo'lsin. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu katta kvadratning tomoni 8 birlikka teng. Agar mana bu 4 birlik bo'ladigan bo'lsa, bundan 2 marta katta. Demak, 8 birlik bo'lsa 8, 8, 8, 8, 32. 32 ni bo'lamiz 16 ga. Demak, katta kvadratning 3 kvadratning perimetri 32, birinchi kvadratning perimetri 16. Ularning nisbati 2:1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni 2 marta katta bo'ladi. Buni vizual tarzda GeoGebra dasturida aniqlash ham mumkin bo'ladi. Albatta uni yechimi so'ralishi mumkin. Hozir bu boshqa holatlarda bunday 2 barobar yoki 3 barobar holatlarga to'g'ri kelmasligi mumkin-ku. Bunday holatda nima qilamiz? Boshqa bir yechimda, boshqa bir yo'lda taklif qilish mumkin. Aytaylik sizda kataklar mavjud emas. Siz buni vizual tarzda, masalan, siz doskada chizganingizda, mashg'ulotda doskaga chizganingizda mana bu ko'rinishda bo'ladi, lekin mana bu kesma aynan bundan 2 marta kattaligini doskada chizganingizda ko'rinmasligi mumkin bo'ladi. Demak, buni oddiy usulda, analitik usulda yechishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi usul, mana bu kvadratning tomoniga birorta bir son berib ko'rib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, birinchi kvadratning tomoni 1 bo'lsin. Qizil kvadratning tomoni 1 bo'lsin. 1 kvadratning diagonali ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Ildiz osti 2 ikkinchi kvadratning tomoni bo'lsa, demak ildiz osti 2 ikkinchi kvadratning tomoni bo'lsa, ikkinchi kvadratning diagonali 2 ga teng bo'ladi. Bu 2 ga teng bo'lgan qiymat bu 3 kvadratning tomoniga teng bo'ladi. Demak, mana bu chizma, mana bu kesma birinchi kvadratning tomoni 1 bo'lganda, hisoblashlardan keyin mana bu yashil katta kvadratning tomoni 2 ligi aniqlandi. Bu kvadratning perimetri 8, bu kvadratning perimetri 4, unga uning nisbati 2 ligi chiqadi. Xo'p, son qo'ymasdan harfli ifoda bilan ishlash ham mumkin. Agar mana birinchi kvadratning tomonini A deb olsangiz, demak A diagonal A ildiz osti 2 bo'ladi. A ildiz osti 2 bu ikkinchi kvadratning tomonligidan kelib chiqib turib, uchinchi kvadratning tomoni yoki ikkinchi kvadratning diagonali Pifagor teoremasidan yoki kvadratli xossasidan kelib chiqib 2A ga teng bo'ladi. Demak, birinchisida birinchi kvadratning tomoni A ga teng, ikkinchi kvadratning tomoni ildiz osti 2A ga teng, uchinchi kvadratning tomoni 2A ga teng bo'ladi. Birinchi kvadratning tomoni 4A ga teng, ikkinchi kvadratning tomoni 8A ga teng. Ularning nisbati 4 ga teng. Albatta, bunday ko'rinishdagi masalalarni vizual tarzda tasavvur qilishda GeoGebra dasturidan foydalanish juda ham qo'l keladi. O'quvchilarda bu narsa juda ham yaxshi imkoniyat yaratadi ularni tushunishda. Ayniqsa, mana bu katakchalar ko'rinishda ishlashda, har xil holatlarda berib ko'rishingiz mumkin bo'ladi topshiriqlarda. Kataklar bilan, kataklarsiz, mana katta kataklar bilan ko'rsatsangiz aniqroq bo'ladi. Ya'ni kichik kataklarda shubha bo'lishi mumkin, 2 marta katta yoki 2 marta katta emasligi. Mana bu rejimda tanlaganingizda ko'rinib turadi o'zi nima. Dastlab buni geometrik ko'rinishda, ya'ni mana koordinatalar ko'rinishda aniqlab turib, buni 2 marta katta vizual tarzda ishlash mumkin. Ikkinchi tarzda masalan son berib turib ishlab ko'rish ham mumkin. Aynan shu holatda, uchinchi holatda
harf berib turib o'tloq ishlash mumkin bo'ladi. Unda bizda mana bu kataklar yo'q bo'lgan amaliyot tarzida ko'rsatiladi. Ya'ni o'quvchilar o'zlari imtihon rejimida, imtihonda ishlayotganda yoki qandaydir boshqa bir holatlarda shuni ishlash imkoniyati bo'ladi. Bunday ko'rinishda tenglamalar juda ham ko'p geometriyada. Bu dastur bilan integratsiya qilgan holatda ishlash amaliyoti juda ham qo'l keladi. Tavsiya qilgan bo'lardim geometrik masalalarni ushbu dastur bilan ishlashda juda ham vizual tarzda sizga ko'p yordamlar beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.